Assalomu alaykum aziz futbol muxlislari. Ko'rib turganingiz Bor Gap Podcast YouTube kanali. Futbol olamidagi eng so'nggi yangiliklarni biz bilan kuzatib boring. Kanalimizga obuna bo'ling, like bosing, izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring. Portugal terma jamoasi bosh murabbiyi Roberto Martinez 2026-yil Jahon chempionati K guruhi 2-turda O'zbekiston ustidan qozonilgan yirik g'alaba haqida o'z fikrlarini bildirdi. Roberto Martinezning ta'kidlashicha, jamoa o'yin davomida barqaror va yetuklikni namoyish etgan. Bugun biz kiyinish xonasida qanday reaksiya bo'lganini ko'rdik. Turnirda oldingi siljirish uchun ba'zida birinchi o'yindagidek vaziyatlar kerak. Bugun biznikilar xuddi o'sha intizom va kayfiyatga ega, lekin yanada yetuklashgan jamoani ko'rdik. Chunki bu endi birinchi o'yin emas edi. Natijadan juda mamnunman, dedi Martinez FIFA rasmiy saytiga bergan izohida. Shuningdek, O'zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Fabio Cannavaro ham o'yin haqida o'z fikrlari bilan o'rtoqlashdi. Italiyalik mutaxassis natijadan qat'iy nazar shogirdlarini o'yinni yuqori baholadi va mundialdagi ishtirok jamoa uchun katta tajriba maktabi bo'layotganini ta'kidlab o'tdi. Albatta, jahon chempionatida ilk ishtirok oson bo'lmasligi tabiiy. Qur'a natijalar chiqqandan so'ng Kolumbiya va Portugaliyani ko'rib, bizni juda qiyin guruh kutayotganini tushungandik. Kolumbiyaga qarshi o'yindan keyin ham jamoamdan faxrlanishni aytgandim. Bugun ham jamoam bilan faxrlanaman. Chunki men ularni maydonda ko'rdim. Ha, yigitlar qiyinchiliklarga duch kelishdi, ammo bir soniya ham taslim bo'lishmadi. Albatta, barcha chiziqlarda yuqori saviyadagi futbolchilarga ega jamoaga qarshi o'ynash doimo qiyin. Shubhasiz, ular bugun juda katta motivatsiya bilan maydonga tushgan edi. Biroq aytgandek, bu jahon chempionati biz uchun muhim tajribadir, dedi Fabio Cannavaro. Portugaliyalik mashhur futbol agenti Paulo Barboza ham Portugaliya va O'zbekiston o'rtasidagi o'yin natijasini izohladi. Kecha O'zbekiston Kolumbiyaga nisbatan ancha yomonroq o'ynadi. Bu hayratlanarli, chunki ular yaxshi jamoa. Ammo Portugaliyaga qarshi o'yinning dastlabki 20-daqiqasida O'zbekiston hatto hujumga ham chiqa olmadi. Keyinchalik biroz yaxshiroq o'ynay boshlashdi, lekin ular bu jahon chempionatida ko'rsatgan o'yindan ancha uzoq edi. Shuning uchun ham 0-5 hisobida mag'lub bo'lishdi. Portugaliya Kongoga nisbatan ancha yaxshiroq o'ynadi, ayniqsa birinchi bo'limda. Ammo bizning jamoa o'z darajasini oshirish kerak. Chunki oldinda Kolumbiya bor. Ayniqsa himoyada yaxshi o'ynash kerak bo'ladi. Qolaversa hujumda ham muammolar bor, dedi Barboza chempionat muxbiri Alessandro Yershov bilan suhbatda. Bizda hozircha shular. Xayr, salomat bo'ling.